Kimdir semiz, kimdir ozg'in. 90 kiloda kimdir umuman semiz ko'rinmaydi. 95 kiloda kimdir o'tda semiz ko'rinadi. Ikkita bir xil odamni ko'rishingiz mumkin, ko'rinishi har xil. Endi bu nimaga qaraydi? Suyagim og'ir, suyagim yo'g'on. To'g'ri, bo'y baland pastlikka qaraydi, lekin suyakning hajmi, kilosi unchalik ahamiyatli emas. Bu yerda yog' to'qimasi kimdadir ko'p bo'ladi. Ko'p bo'lgani hisobiga u объемный ko'rinadi. Kimdadir muskul ko'p bo'ladi, ya'ni mishsa. Mana shuni hisobiga u ozg'in ko'rinadi, lekin vazni og'ir chiqadi. Ozmoqchi bo'lgan paytda ham bu bilinadi. Muskul to'qimasi ko'p bo'lgan odam объем hisobiga kamroq ozadi, kilosi yaxshiroq ketadi. Lekin yog' hisobiga semirgan odam, yog' to'qimasi ko'p bo'lgan odamlar yog'dan yaxshigina ketadi, объемi ham zo'r ketadi. Masalan, 56 razmerda boshlashi mumkin ayol kishi. Bemalol bir oyda 52 razmerga tushishi mumkin. Unda yog' to'qimasi ko'p bo'lsa. Lekin kiloga chiqsangiz agar 5-6 kilo ozgan bo'ladi. Shuning uchun объемdan ozsa ham, kilodan ozsa ham xursand bo'lish kerak natija bo'lganiga.